Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Qaysi kasb yaxshi? Rasululloh javob berdilar: Atyabul kasbi amalur rajuli bi yadihi va kullu bay'in mabrurin. Kishining qo'li bilan qilgan mehnati va barcha yaxshi savdo dedilar. Endilikda siz 4 yil mobaynida 100% davlat granti asosida o'qitadigan va barcha xarajatlar davlat tomonidan qoplanadigan va bitirgandan so'ng litsenziyani beradigan va bundan tashqari bitirishingiz bilan davlat xavf xizmatiga yoki prezident davlat xavf xizmatiga ishga kirishingiz mumkindir. Ushbu oliygoh davlat xavf xizmati akademiyasidir. Agar siz ushbu akademiyaga kirmoqchi bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'ring. Qosim School va Qosim Study jamoasi DX akademiyasiga tayyorlov tizimi bo'yicha gibrid tizimni yo'lga qo'ydi. Ushbu tizimda sizni hujjat topshirishingizdan boshlab barcha saralash imtihonlari va milliy sertifikat imtihonlariga 100% tayyorlov tizimi yo'lga qo'yildi. Agar siz Davlat xavf xizmati akademiyasining barcha saralash imtihonlaridan va umumta'lim fanlaridan 100% kafolatlangan, xudo xolasa tizimda o'qimoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling yoki podrobniy tugmasi orqali ro'yxatdan o'ting va biz sizga aloqaga chiqamiz.